aniq shunaqa tanishingiz, o'rtog'ingiz bor, bilaman. Qancha ovqat yesa ham hech ham semirmaydi. Lekin ba'zilar bor, qancha ovqatni kamaytirsa ham, faqat suv ichsa ham semirib ketaveradi. Bu yerda gap ovqatda emas, tanangizni qanday ishlashida, ya'ni metabolizmda. Aynan metabolizm moddalar almashinuvi sizda yeyotgan ovqatingiz yoqqa yig'iladimi yoki ishlatilib ketadimi energiyaga? Mana shunga javob beradi. Va buni sababi ko'pincha organizmda gormonlar buzilishi, ya'ni qalqonsimon bez gormonlari, insulin gormoni noto'g'ri ishlashi, kortizol va boshqa ichki a'zolarda kasalliklar borligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lsa, vaqtni ketkazmay, albatta mana shu gormonlaringizni davolashni tavsiya beraman. Izohlarda yozib qoldiring, siz qaysi toifaga kirasiz? Kam yeb ozolmaydiganlargami yoki qancha yesa ham semira olmaydiganlargami?